Assalomu alaykum hurmatli IELTS muxlislari. Bugun o'sha Task One haqida gaplashamiz. Bugun mana 16-may 2025-yil mana shu Task One'da bizni Unation IELTS Center'dagi kandidatlar yozib o'tishdi. Bu yozgan o'sha line grafimiz bo'yicha, ya'ni shunday ma'lumotki, mana bu shunday ma'lumotki, bu yerda 3 ta kimyoviy modda ning o'sha 1 yil davomida savdo sotig'i bo'yicha keltirilgan foizlari. Masalan, u 2024-yilda, 2014-yilda berilgan nimalar sotilgan, o'shalarni o'tamiz hozir. Cooper, mis, mana dumaloq chiziqligi bu mis. Keyin dumaloq qora chiziqligi bu nikel, keyin oxirisi zink, bu nima? Rux moddasi. Bularning o'sha savdo sotiq aylanmasi ekan. Do'stlar, ketdik mana. Men parafrez qilganmiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha mana. A glance at the figure provided reveals the alterations in the classes of three types of metals. 3 xil turdagi metallarning o'sha narx-navosida o'zgarishlarni figura bizga ko'rsatmoqda. Bular mis, nikel va rux moddasi. O'sha 2014-yil davomida. Bu har oyda o'sha davom etgan. Xo'p. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak deb overall statement yozyapmiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, garchi har bir metal turida turli xil darajalarni ko'rsatgan bo'lsa-da, o'zgarishlarning turli xil darajalarini ko'rsatgan bo'lsa-da, ammo ularning hammasi o'sha iyun oyigacha o'zining o'sha kamayish darajasini ko'rsatgan va davrning oxirigacha ularning hammasida o'sish kuzatilgan. Garchi eng katta o'zgarish, narxdagi o'zgarish bu nikel bo'lgan bo'lsa-da, nikel eng mana davrning boshini eng yuqori ko'rsatish bilan boshlangan nikel davrning oxirini eng pastki nuqtagacha yetib bordi tasvirlash orqali va demonstrating a decrease whereas the exact opposite was the case with zinc. Rux esa bu ma'noda o'sha nima nikelga eng qarama-qarshi ko'rsatishda deyapti. Mis esa davr mobaynida o'zgarmagan va o'sha davr nima deydi? 12 oy davomida ozgina pastga tushib, oxirida nima qilgan, yana o'zining o'sha davrning boshidagi yetadigan darajaga ozgina yetib olgan. Demak, mana shu yerda hozir biz mana bu nikel bilan bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ruhni ko'ramiz. Mana do'stlar, mana bu yerda nikel turibdi, mana nikel qorasi davrning boshida eng yuqori cho'qqinini tashkil qilyapti mana. Ruh esa mana yulduzchalik eng kichkina darajasini tashkil qilyapti. Demak, davrda oxiriga kelib deyapti, ikkovi teskari ravishda nima qildi? Ko'rsatkich tashkil qildi. Mana bu ruh birinchi o'ringa o'tib ketgan, mana bu nikel bo'lsa oxirgi o'ringa tushib qolgan. Ana. Demak, davrning boshiga qaraganda eng teskari ko'rsatkichni tashkil qilgan bu nima ekan do'stlar? O'sha nikel bilan rux metali. Demak, pastga tushamiz. 6 oylikdagini gaplashamiz. Overall statementda aytib o'tdim. 3 ta rux, mis va nikelda o'sha savdo sotig'i iyungacha pastlagan. Iyundan keyin ko'tarilgan. Demak, ketdik. Boshidagi 6 oyda, xususan iyungacha hamma metallar o'sha kamayishni boshidan o'tkazdi. Bular o'sha eng katta kamayish bu 6% dan boshlangan nikel bu 3% ga kamayib ketdi. Qaysiki iyunda iyun emas, butun yil davomida eng kichkina, eng lowest, eng kichkina ko'rsatkichni tashkil qilgan. Mana 6 dan boshlangan -3 gacha tushgan. Mana bu yerda -3 degan joyi bor edi. Shuni hozir qo'yib ketamiz. Mana bu yerda sal ko'rinmay qolibdi. Demak, mana -3. Mana shu negative ham deb ketyapti buni. Minusda ham masalan plummet to negative 3 point. Negativega deb ham qo'ysak bo'ladi yoki -3 deb ketsak ham bo'lar ekan do'stlar. Xo'p. Endi keyin mis esa deyapti, o'sha
ozgina yo'qotishdi bo'lgan, o'sha nikelga qaraganda o'sha vaqt davomida 2% dan 0,5% minusgacha tushgan ekan. Ruhning ko'rsatkichi esa sal no'xshash ularga. U boshida 2% ga, 2% va 3% ga o'sib turib, nima? 1% ga kamayishdan oldin iyungacha u 2-3% gacha o'sgan ekan. Iyul oyidan u yog'iga o'sha metalda narx-navosida nima bo'lgan? Davolanish, recovery degan o'ziga kelish, yana o'ziga kelib olgan narx-navosi. Iyuldan bu yog'iga ular o'sha o'sish kuzatildi, ammo sentyabrgacha o'sha 1 va -1 va -1 da o'sha mis 1% ga, ruh 0,5 minusga va nikel ham -1% gacha nima qilgan? Kamayganda iyulgacha. Ana endi mos ravishda. Ana endi o'sha oydan so'ng u yerda yana ozroqgina o'zgarishlar bo'lgan pastga tushish bo'yicha. Va bu muhim emas, bu tushishlar. Va bu 0,5 va -1 gacha yetgan. Undan so'ng u yerda notable, tahsinga sazovor bo'lgan o'sishlar bo'lgan har bir kategoriyada. Masalan, o'sha ruh 2% ga o'sib tugagan, mis esa 1,5% ga va nikel esa 1% ga. Mana shu yerda IELTS writing taskvorimiz o'z nihoyasiga yetadi. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.